Xo'p, savol-javob viktorinamizni davom ettiramiz. Oziq-ovqat texnologiyasi muhandislik instituti talabalari bilan Tokio qaysi davlatning poytaxti? Janubiy Koreya. Yaponiya. Yaponiya, to'g'ri. 1-0. 1989-yilda tug'ilgan inson hozir necha yoshda? 35. 36. 37 yoshda. 1-1. Bollywood qaysi davlatning kinokompaniyasi? Hindiston. Sariq devni minib asarini kim yozgan? Xudoybek To'xtaboyev. Birinchi aytdi. Nigeriya davlati qaysi qit'ada joylashgan? Janubiy Amerika. Yo'q. Afrikada. Afrika, to'g'ri. 3-2. Qaysi hayvon xaltali ayiq deb ataladi? Kenguru. Yo'q. Oq-qora o'xshaydi. Pingvin. Yo'q. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Apple kompaniyasi asoschisi kim? Elon Musk. Yo'q. Steve Jobs. 316 ni 2 ga bo'lsak nechi bo'ladi? 158. Yaxshi. Qatnashganingiz uchun rahmat. Arzimagan bo'lsa ham homiylarimiz Aprel kompaniyasi tomonidan kir yuvish kukuni sizga ishlatib ko'rasiz. Umid qilaman.